Napoleon bo'lsa, baland bo'lsa, oralari qat-qat bo'lib, kesganda kirsillab, og'zingizni bamisali erib ketsa. Retseptni yo'qotib qo'ymaslik uchun menga obuna bo'lib, saqlash tugmasini bosib qo'ying. Xullas bundoq qilamiz. Idishga sariyog' va unni solib qumoq qilib, bir kosasini olib qo'yamiz. Boshqa idishga 2 ta tuxum, tuz, choy qoshig'ida uksus va muzdek suvni solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Retsept gramlarini opisiyaniyada yozib qoldirdim. Qumoq xamirimizga tuxumli aralashmani quyib, xamir holatiga keltirib olamiz va xolodilnikka 15 daqiqaga dam oldirgan yuboramiz. So'ngra xamirimizni yoyib, avvaldan olib qo'ygan bir kosa qumoq xamirimizni o'rtasiga qo'yib, xuddi videodagidek konvert shakliga keltirib olamiz. Konvertimizni yoyib, xuddi videodagidek yana taxlab xolodilnikka yarim soatdan qo'yib, xuddi shu holatda yana 3 marta qaytarib olamiz. Dam olgan xamirni olib, yoyib, 3 ga bo'lib, har birini birma-bir yoyib, duxovkada past olovda singitib pishirib olamiz. Bu orada kremini tayyorlab olamiz. Xona haroratida erib turgan sariyog'ni yaxshilab mikserda ko'pirtirib, meni tanlovim bo'lgan mana shu Marimalakon 1,5 litrligini solib, yana bir marta mikserda yaxshilab aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lgan Napoleon korjlarimizni orasiga korj krem qilib chiroyli qilib terib chiqamiz. Kremlarni ayamasdan ko'p qilib solavering, bo'g'ib qolishdan qo'rqmang. Va oxirida esa hamma kutgan Napoleon bosish marosimi bilan ishimizni yakunlaymiz. Retsept yoqqan bo'lsa, yurakchan bosib qo'ying, xursand bo'laman.